Biz Allohga tavakkal qilishni bilmas ekanmiz, Allohga ishonishni bilmas ekanmiz. Biz qo'rquvimizga ishonib, qo'rquvimizga iymon keltirib yashaymiz. Afsuski, iymonni qo'shtirnoq ichida aytyapman. Allohim bizga la tahzan deyapti. Ya'ni qo'rqma. Qo'rqma, men sen bilaman. Aynan mana shu gaplardan keyin Qur'onda bir necha marta kelgan mana shu so'zlardan keyin qanday qilib qo'rqib yashash mumkin? Va butun dunyoni shunaqa go'zal qilib yaratgan, sayohat qilinglar deb turibdi, yaratganiga ham qo'rqmanglar deyapti. Nima uchun men qo'rqishim kerak? Men qo'rqmayman, Allohga tavakkal qilib har gal yo'lga chiqayotganda chiroyli duo aytaman. Allohim, yangi yerlarga ketyapman, u yerlarni bilmayman, hech kimni tanimayman, lekin u yerlar seniki. Seniki o'sha yerlar va o'sha yerning farishtalari, o'sha yerning pirlari hammasi meni qabul qilsin. Men u yerga ketyapman, meni mehmon qilsin. Eng yaxshi insonlar bilan uchrat, eng yaxshi joylarni ko'rsat. Butun dunyoning go'zalligini ko'rishni istayman deb chiroyli niyat bilan yo'lga chiqaman va doim niyatimga yarashasidan a'losini olaman. Bu butun hayotim davomida isbotlangan. Shuning uchun sayohat qiling, qo'rqmang va tavakkal qilishdan ham hech qachon qo'rqmang. Allohga tavakkal qiling. Allohga bo'ldi, boshqa hech narsaga emas. Va maqsad qo'yishdan, orzu qilishdan hech qachon to'xtamang. Hozir imkoniyatingiz yo'qmi? Hozir sharoitingiz yo'qmi? Hech bo'lmasa tog'ga boring, hech bo'lmasa bir Samarqandga